Bezaks mehmonxonalarda jinsiy yaqinlik qilayotgan vaqtda ichki ishlar xodimlari bostirib kirib, javobgarlikka tortishga haqlari bormi? Mazkur video sizga qiziq bo'lsa, oxirigacha kuzating va bizga obuna bo'ling. E'tibor bering, mazkur holatda qiz va yigit 18 yoshdan oshgan bo'lsa va mazkur jinsiy yaqinlik ixtiyoriy ravishda sodir etilayotgan bo'lsa, bunday holatda hech qanday javobgarlik mavjud emas. Agarda shaxs 16 ga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lsa, bundan tashqari mazkur harakatlar qizga yoki yigitga nisbatan zo'rlik ishlatish orqali sodir etilayotgan bo'lsa, javobgarlik mavjud. Bundan tashqari erkak bilan erkakni ham bir-biriga nisbatan zo'rlik ishlatmasdan ixtiyoriy ravishda mazkur yaqinlik sodir etiladigan bo'lsa, bunday harakatlarda ham qonunchiligimizda javobgarlik mavjud. Ushbu savol Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali bir obunachimiz tomonidan yo'llanganligi uchun javob berib o'tmoqdamiz. Sizda ham savollar bo'lsa, marhamat izohlarni qoldiring, albatta javob berib o'tamiz.